Jasmin Transning "Men yaqinda o'laman va bunga tayyorman" degan mazmundagi gaplari keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Nega u bunday dedi va hozir qanday ahvolda? Bugun ko'pchilikni shu savol qiziqtiryapti. Ammo u bu gaplarni qachon va qanday ahvolda aytgani hozircha noma'lum. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kunning tezkor xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosib qo'yishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Jasmin Trans nomi bilan tanilgan Muzaffar Rahimovning translik o'limga olib keladi va "Men yaqinda o'laman, bunga tayyorman" degan mazmundagi video parchalari keng tarqaldi. Mazkur video ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Ayrim foydalanuvchilar bu so'zlarni hozirgi holati bilan bog'lab turli taxmin va xavotirli xulosalar chiqarmoqda. Ammo muhim jihat shuki, tarqalgan ushbu video yangi emas. Bu lavhalar ancha vaqt oldin olingan intervyudan parcha ekani aytilmoqda. Ya'ni hozirgi vaziyat yoki tergov jarayoni bilan bevosita bog'liq rasmiy bayonot sifatida e'lon qilinmagan. Shu o'rinda aniqlik kiritish kerak. Hozircha ushbu videodagi so'zlar yuzasidan rasmiy idoralar yoki yaqinlari tomonidan qo'shimcha izoh berilgani haqida tasdiqlangan ma'lumot yo'q. Video kontekstdan uzib olinib, ayni vaziyatga bog'lab talqin qilinayotgani ehtimol ham mavjud. Kimdir buni ichki iztirob sifatida ko'rmoqda, boshqalar esa hozirgi jarayonlarga bog'lab keskin xulosalar chiqarmoqda. Lekin ayni paytda bu borada rasmiy tasdiqlangan yangi ma'lumot mavjud emas. Shu sababli bunday sezgir mavzularda shoshilinch xulosa qilish to'g'ri emas. Ayniqsa inson hayoti va sog'lig'i bilan bog'liq masalalarda fakt va taxminni ajratish juda muhim. Xulosa qilib aytganda, tarqalgan video eski intervyudan olingan parcha ekani aytilmoqda. Bu so'zlar hozirgi holatga oid yangi rasmiy bayonot emas. Rasmiy manbalar tomonidan qo'shimcha tasdiq yoki izoh berilmagan. Mavzu yuzasidan yangi va tasdiqlangan axborot paydo bo'lsa, albatta jamoatchilikka yetkaziladi.